Atalmış Uyghur Abdunum Rayonluq Xalq Qurultayı Daimi Komiteti Sharqi Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini davomli kuchab ijro qilish uchun 10 ming kompartiya a'zosi Xitoyni 10 ming Uyg'urning oilasiga majburiy o'rnashtirib, xitoylashtirish tashviqoti va nazorat qilishga o'rnashtirgan. Sharqi Turkistondagi Xitoy tashviqot organi Tangirtog' to'rining xabaridan ma'lum bo'lishicha, atalmış Uyghur Abdunum Rayonluq Xalq Qurultayı Daimi Komiteti Sharqi Turkistonda davom qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini davomlashtirish uchun 30 aprel atalmış Junxo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash, 10 ming vakil, 10 ming oilaga kirish tashviqot leksiyasi safarbar qilish tarbiyalash yig'ini ochgan. 4-5 may kunlari Gollandiyaning Zaytsit shahrida Uyg'ur yemak-shimak va kitob yarmankasi o'tkazilgan bo'lib, yerli xalq va boshqa davlatlarda yashayotgan Uyg'urlardan bo'lib, nurg'un kishilar ziyorat qildi. Yarmankini Yevropa Sharqi Turkiston ma'rif jamiyati tashkillagan bo'lib, Gollandiyada yashayotgan yerli xalqlar, Uyg'urlardan boshqa qo'shni davlatdan kelgan ko'plagan Uyg'urlarni ziyorat qilgan. Ondan başqa yarmankini Zaytsit shahridagi yangi saylangan shahar boshlig'i ziyorat qilgan bo'lib, bu jarayonda Uyg'urlarning hal qilishga tegishli har qanday qiyinchiligini hal qiladiganligi bildirilgan. Bugun yani 5-ayning 7-kuni Qozog'istonda Vatanni qutqazuvchilar kuni tabriklandi. 1992 yılı 5-ayning 7-kuni Qozog'iston Cumhuriyeti prezidenti va Qozog'iston qurolli qismlarining bosh qo'mondoni Nursulton Nazarboyev milliy qurolli kuch qurish to'g'risida farmon imzolagan bo'lib, bu kun keyincha bayram qilib bekitilgan. Xitoyning Yunnan o'lkasidagi bir doktorxonada pichoqli hujum qilish voqeasi yuz berib, 2 odam o'lgan, 23 odam yaralangan. Egilishicha, shu yer vaqti 13-20 atrofida Xitoyning Yunnan o'lkasi Jauton shahridagi Jinxiong xalq doktorxonasida pichoqli hujum yuz bergan. Xitoy taratqullarining xabariga qaraganda, hujumda kam deganda 2 odam o'lgan, 23 odam yaralangan. Hujum qiluvchilarning qo'lga tushirilganligi e'lon qilingan bo'lsa-mu, lekin boshqa tafsilotlar oshkorlanmadi. Xitoy bilan Fransiya o'rtasidagi nurg'un sohada 20 ga yaqin hamkorlik kelishimi imzolangan. Xi Jinping tunugun Parijdagi Elisi sarayida Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bilan ko'rishgan. Xabarlarga qaraganda, suhbat natijasida ikki taraf o'rta sharq vaziyati, sunniy idrok, jonliqlarning ko'p xilligi, dengiz va dehqonchilik qatorliq sohalarda 4 birlashma bayonot e'lon qilgan. Macron Xitoy bilan aviatsiya, olam va yadro energiyasi qatorliq sohalardagi hamkorlikni kuchaytirib, bu yilgi Xitoy-Fransiya madaniyat va sayohat yilini birlikda tashkillashga tayyor ekanligini bayon qilgan. Yana bir tarafdan Uyg'urlar, Tibetlar va Hong Kongliklar namoyish qilib, Macrondan Xitoyning kishilik huquq dafsandichiligini tilga olishni talab qildi. Angliya energiya magnati Shell o'tgan yilning oxirida Xitoydagi savdo muhitining nacharlashishi sababidan Xitoy bozoridan chekinib chiqqan. Amerika ovozining mazkur energiya shirkatining bayonotchisining elektronlik texnikani naql keltirib xabar qilishicha, Shell energiya shirkati Xitoydagi energiya zanjiridan chekinishni qaror qilgan. Şirket bayonotchisi neft, energiya ishlab chiqarish va Xitoydagi barliq savdo faoliyatlarining to'xtaganligini bayon qilib mundaq dedi. Biz tanlab mablag' solamiz hamda kuchimizdan qimmat yaratishga ahamiyat beramiz. Bu qiyin tanlashni talab qiladi. Avstraliya Xitoy urush aeroplanlarining xalqaro dengiz tavalligida harakat qilayotgan Avstraliya harbiy tik uchar aeroplaniga xatarlik holda yoritish bombasi bilan hujum qilganligi ayblandi.